Biyolojiyada issiq kelish kutilyapti. Demak, ichimlik suvi iste'moli ortadi. Yilda o'sha 4 ta mavsum bo'lsa, 4 ta mavsumga alohida tayyorgarlik har biriga. Tushlik qilingan kafeda ham, keyin kechki payt vokzalda ham suv yo'q edi. Juda katta avariyalar yuz berganda o'chirib turishga majbur bo'linadi. Ya'ni biz 1 oy ishlab, 6 oy uni natijasini ko'radigan tashkilot emas. Bir kub ichimlik suvimiz 1400 so'mga aylanadi aholi uchun. Elektr energiya xarajatlari tariflar oshsa, biz ham majbur bo'lamiz. Chunki biz o'zimizni qoplay olmaymiz. Hozir aholining suvdan, ichimlik suvdan qarzi 460 milliard so'm atrofida. O'tgan yilga nisbatan 2 barobar qisqartirildi. Aslida majburiyatimizda ham bor. O'zi aslida Iste'mol qilgan suvimiz uchun to'lovni amalga oshirish. hali Hazar Rasulbek ukamiz aytayaptiki, uyda kran bor. Lekin u kranning suvini ichib bo'lmaydi. Tekshirilmagan suv berilmaydi. Normalari bor, shunga javob bersagina beriladi. Bu har kuni o'sha nazorat qilinadi bu bo'yicha. Bu deydi, suv ta'minot xodimlari 4-5 so'm bersang, xohlagancha qarzdorligini yopib beradi. To'g'ri, kuch ko'rmaksiz bo'lmaydi. Kuch ishlatuvchi organlardan odamlar tushmayaptimi yoki boshqa organlardan Hamma tushmayaptimi? sohadan aytdim-ku, hamma sohaga kirib borgan. Ya'ni siz hamma narsani o'z vaqtida qilib qo'ysangiz, siz uyingizga nazoratchi odatda qadam bosmaydi.